Meni shunaqangi odatim bor. Odatda hayotimda muhim o'zgarishlar bo'lganda yoki qanaqadir muhim hikmatni tajriba orqali tushunib yetganimda, keyin bu emotsiyalarni va tajribani hujjatlashtirib qo'yaman. Qanaqa qilaman buni? Odatda kameraga qarab gapiraman yoki yozib saqlab qo'yaman va keyinchalik bu narsani o'zim uchun prinsip qilib olish uchun. Hozir ham mana shu 25 yoshimgacha tushunib yetgan top 5 ta eng asosiy tavsiyalarim va prinsiplarimni o'zim uchun hujjatlashtirmoqchiman va sizlarga ham buni bo'lishib, o'zingizlar uchun xulosa qilishingizga taqdim qilmoqchiman. Katta ehtimol bilan hozirgi aytadigan tavsiyalarim va xulosalarim orqali sizlar kelajakda bo'ladigan muammolarni oldini ola olmaysizlar. Shunchaki o'sha vaziyat kelganda sizlar bu narsaga tayyor turasizlar va vaziyatni to'liq nazoratga olib, to'g'ri tushunasizlar vaziyatni. Jeki Braun degan bitta yozuvchi bor. Uni ham bitta zo'r gapi bor. O'shanda aytishicha, o'zingni o'zgartirish qanchalik qiyinligini o'ylab ko'r. Shunda boshqalarni o'zgartirishga urunsang, imkoniyating qanchalik kamligini tushunib yetasan degan gap bor. Shuni aytmoqchiki, unda tasavvur qilinglar, o'zimizga o'zimiz va'da beramiz, qanaqadir qoidalar ishlab chiqamiz, ertalab misol uchun 6 turaman, nima qilaman. Lekin bu narsalarni bajarish juda qiyin, to'g'rimi? Endi tasavvur qiling, siz boshqa odamga qanaqadir tavsiya, maslahat berib, uni fikrlashini yoki hayot tarzini o'zgartirish undan ham qiyin. Shuning uchun men bu gaplarimni yoki xulosalarimni, tajribalarimni juda ko'p muammo, pul yo'qotishlar orqali topgan bu tajribalarni ulashaman sizlarga, lekin bu narsani qo'llamasliginglar mumkin. Lekin o'sha payt kelganda aniq o'sha vaziyatni tushunib, tayyor turasizlar-da. Demak, bunaqa vaziyatda bunaqa qilish kerak deb turib ishlata olasizlar. Demak, 5 ta tavsiyani 5-sidan boshlaymiz. 5-si jabrdiyda bo'lmaslik. Donald Trampning bitta zo'r gapi bor. Men kinosini ko'rganimda Apprentice deb nomlangan. Uni bitta ustozi bor va ustozi asosiy bitta qoidani tushuntiradi unga. Hayotda hech qachon jabrdiyda bo'lmasdan, faqatgina g'alabanigina tan ol degan gapi bor. Ya'ni, to'g'ri, biznesda, hayotda muvaffaqiyatsizliklar bo'lishi mumkin, lekin o'sha vaqtlarda ham sen o'zingni faqatgina g'alaba qilgan tomonlaringni tan oldi va o'shani ko'rsat. Misol uchun, hattoki bitta qilgan ishingiz umuman muvaffaqiyatsizlik bo'ldi, lekin undan nimalardir o'rgandingiz. Qanaqadir odamlarga ishonmaslik yoki qaysidir vaziyatda noto'g'ri qaror qabul qilganingiz yoki qaysidir narsani ishonchli emasligini bilib oldingiz. Xullas, mana shu bilimlarni oldingizmi? Mana shu narsani o'zini tan oling, bo'ldi. Muvaffaqiyatsizlikni umuman tan oling. Ya'ni boshqalarga men erisha olmadim, men yutkizdim yoki nimadir emasda, buni o'rgandim, buni bilib tushundim, endi bunaqa qilaman deb turib, faqatgina g'alaba tomonini ko'rib, g'alabanigina tan oling. Donald Trampga e'tibor bersanglar, hayotiy prinsiplarga juda to'g'ri keladi shu narsaga. Ko'p xatolar qiladi, ko'p pravallar qiladi, lekin shunga qaramay faqatgina doim o'zini g'olibdek tutadi. Xuddi shunaqa siz ham o'zingizni faqatgina hayotda g'olib tomonlaringizni ko'rsating. O'zingizda jabrdiydani yasa olmang. Insonda shunaqa psixologik holat bor, jabrdiida bo'lib, muvaffaqiyatsizlikdan boshqa odamlarni rahmi kelishini kutadi. Boshqalarni qo'llab-quvvatlashini kutib o'tiradi. Siz rahmi kelsin deb ulashayotgan hikoyangiz sizga qarshi ishlashi mumkin qachondir. Shuning uchun jabrdiida bo'lish bu vaqtinchalik tasalli xolos, lekin uzoq muddatli mag'lubiyat. O'zingizcha Instagramga qo'yib, hozir biz qiynalyapmiz, lekin kelajakda albatta hammasi zo'r bo'ladi deb turib Instagramga qanaqadir hikoyalar, storieslar qo'yasiz. Unaqa narsa shart emas. Siz o'zingizni jabrdiida tomoningizni ko'rsatmang, qachonki muvaffaqiyatga erishasiz, o'shani ko'rsating, yetadi. Kamchiligingizni qachonki ko'rsatsangiz, boshqalar bundan aniq foydalanishadi. 4-si bu sayohat. Bilasizmi, uzoq yashash siri nimada? Bu sayohatda. Sababini aytaman. Yoshligingizda esingizda bo'lsa, vaqt nisbatan sekinroq o'tgan. Taxminan 5-10 yoshlar atrofingizda eslab ko'ringlar. O'sha vaqtlarda har kuni deyarli yangi narsa o'rganardingiz. Siz uchun hatto uyingizni qaysi burchagidagi narsalar ham yangi kashfiyot bo'lib sanalgan. Hozir esa vaqt juda tez o'tyapti, to'g'rimi? Chunki siz hozir o'tkazayotgan kun tartibingiz deyarli bir xil rutinada turasiz, ishlaysiz, yashaysiz, o'qiysiz. Xullas, kuningiz deyarli yangiliklardan emas, har kuni qaytariladigan takroriy hayot tarzidan iborat. Bunaqa vaziyatda miya hech qanaqangi yangi informatsiya qabul qilmagani uchun vaqt tez o'tib ketayotgandek tuyuladi. Lekin odam o'ziga qancha notanish marshrutlardan yursa va notanish narsalarni ko'rsa, shuncha vaqt sekin o'tib ko'p narsaga ulgurgandek his qiladi. Shuning uchun boshqa joylarga sayohat qilganlar tasdiqlaydi bu gapimni. Siz 7-10 kunga sayohatga borasiz, lekin tanishlaringiz hatto siz sayohatga ketganingizni ham sezmay qoladi. Siz qaytib kelganingizda xuddi bir oylab o'sha joyda yurgandek o'zingizni his qilasiz. Ya'ni rostdan ham miyangiz sizni xuddi ko'p yashagandek his qilishni boshlaydi. Sayohat qilganingizda siz yangi madaniyatni ko'rasiz, yangi hid, yangi odamlar sizga o'zingiz haqingizda ko'proq narsani o'rgatishga yordam beradi. Ibn Battuta aytgan: sayohat seni so'zsiz qoldiradi, keyin esa seni hikoyachiga aylantiradi. Tasavvur qiling, siz sayohat qilganlarda deyarli gapirmasdan faqat hayratda bo'lasiz. Qaytib kelganingizda boshqalarga bu haqida maksimal gapirib berib, o'zingiz ko'p narsani o'rgatishni boshlaysiz. Bu juda ham kuchli narsa. Ilmiy jihatdan ham sayohat qiladigan odamlar stressni 40% kamroq boshdan kechirishi aniqlangan va ularni ijodiy fikrlash qobiliyati esa 2 baravarga oshgan. Agar siz kreativ sohada, ijodiy sohada ishlasangiz, bu juda ham sizga foydali. 3-chi saboq bu tez qaror qabul qilish qoidasi. Tavakkal qilish afsus qilishdan ko'ra yaxshiroq. Hech qanday xato qilmasdan to'g'ri yo'l topishni umuman iloji yo'q.
Ko'pchilik kutadi, fikr qiladi, shubhalanadi. Bu esa noto'g'ri. Men shuni o'rgandim, xato qilib o'rganish xato qilmaslikdan afzalroqdir. Thomas Edisonni bilasizlar, juda ham ko'p misol keltiriladi. 1000 marta muvaffaqiyatsizlikdan so'ng chiroqni yaratgan. U o'ziga aytadi, men 1000 marta chiroqni ishlamaydigan yo'llarini topdim degan. Ya'ni yiqildim emas, 1000 marta ishlamaydigan yo'lini topdim degan. Hayotingizdagi har bir qaror sizni xulosaga yaqinlashtiradi. Agar u to'g'ri bo'lsa, g'alaba, bu zo'r. Noto'g'ri bo'lsa, shunchaki tajriba. Shuning uchun hayotda eng yomon narsa xato qilmaslik emas, ikkilanish. Ikkilanmang, afsuslangandan ko'ra xato qilish yaxshiroq. Ikkinchisi bu oila. Birinchi o'rinda doim oila turishi kerak ekan. Men shuni tushunib yetdim. Kim nima desin, oila sizni butunlay tan oladigan yagona joy. Karyera qilasiz, do'stlar orttirasiz, loyihalarda ishlaysiz, har xil odamlar bilan tanishasiz, lekin oila doim siz har qanday holatda qabul qilib kelgan shu paytgacha va keyinchalik ham qabul qiladigan yagona joy hisoblanadi. Siz hayotingizda har xil ssenariylar bo'lishi mumkin. Oilangiz doim bir xil personajlarda bo'ladi. Qiynalgan paytingizdagi ssenariyda hayotingizda kimlardir boshqacha rolga kiradi, kimlardir boshqacha rolda. Oila har doim o'z obrazini, o'z rolini hech qachon yo'qotmaydi. Siz hayotingizda qanaqangi ssenariy bo'lishidan qat'iy nazar. Shuning uchun imkoniyatingiz bor darajada ularni qo'llab-quvvatlang va ularga yaxshilik qiling birinchi o'rinda. Ana undan keyin boshqa jamiyatga beradigan qiymatingiz, yaxshilik haqida o'ylasangiz bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, eng yaxshilaringiz o'z oilasiga eng yaxshisidir. Birinchisi va oxirgisi bu eng kuchli qobiliyat, bu o'zini o'zi boshqarish. Ya'ni men tushunib yetgan eng katta insightlardan bittasi bu shu yoshimgacha o'zini o'zi boshqarish va xatoliklarni odam o'zidan qidirishi bu komillikka yetaklaydigan asosiy instrument. Har bir holatda aybni boshqalardan emas, o'zimdan qidirishni o'rgandim men shu paytgacha. Shu narsani hayotim ancha o'zgartirgan. Hattoki sizning loyihangizda qaysidir xodimni aybi tufayli siz zarar ko'rgan bo'lsangiz, unda o'sha xodimni aybdor emas. Aslida siz aybdorsiz o'sha xodimni boshqara olmaganingiz uchun, nazorat qila olmaganingiz uchun yoki o'rniga boshqa odam qo'ymaganingiz uchun. Ya'ni shunda ham aybni o'zingizdan qidirishingiz bu haqiqiy rahbarlik pozitsiyasi. Qur'onda keladi, Alloh bir qavmni o'zgartirmaydi toki ular o'zlarini o'zgartirmaguncha. Rad surasi 11-oyat. Faktor ko'rsatuvini ham xuddi shunga o'xshash slogani bor edi. O'zing o'zgarmaguncha olam o'zgarmas. Ya'ni hamma narsa baribirga ham oxir oqibat aybni, xatoliklarni, muammolarni o'zingizdan ko'rmagunizcha siz atrofingizdagi muammolar yechilmaydi. Neyropsixologlar ham bir narsani isbotlagan, o'zini nazorat qilgan odamlarni IQ darajasi doimiy ravishda o'sib boradi. Chunki ular impuls bilan emas, ong bilan harakat qiladi. Doimo konfliktli vaziyatlarda o'zingizni nazorat qilgan holda iloji boricha shu savolni o'zingizga berib ko'ring. Agar u haq bo'lsa-chi, men o'zim balki shu ishni bunaqa qilganimda, bu ham bunaqa bo'lmagan bo'lardi-yu deb turib, boshqa odamni balkim haqligini, gipotezasini asosiy o'ringa chiqarib ko'rarsiz. Shunda aybni o'zingizdan qidirib, keyinchalik bu xatoni takrorlamaslik, o'sha konfliktni oldini olishingiz mumkin bo'lgan ssenariylarni ko'rib chiqa olasiz. Ushbu videoni ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shuningdek, pastda men Telegram kanalimni havolasini qo'yib qo'yaman. Videolar chiqishdan birinchi bo'lib o'sha joyga joylayman. Bundan tashqari qisqa fikrlarni yoritib boraman. O'zim marketolog bo'lganim uchun sohamga oid eng zo'r ma'lumotlar, yangiliklar va darsliklarni ham o'sha yerga joylab boraman. Yuksalishda, komillikka intilishda to'xtamang. Salomat bo'ling.